Assalomu alaykum. Shinamlik muxlislari, bugun biz bilan Azamat Yodgorov. Azamat, operatsiya qachon bo'lgan siz? Assalomu alaykum. Operatsiyaga 23-yil mart oyida bo'lganman. 23 mart oyida bo'lib, aprelning 4-chilosida operatsiya bo'lganman. Operatsiya jarayoni juda ham og'ir o'tdi, tan olish kerak. Operatsiyada qiyin paytlar ham bo'ldi. Operatsiyadan keyin 2 oylab qolib ketdik. Xudoga shukr, Allohga shukr, hozirgi kunda yaxshi. Endi vaqtiga borib operatsiya qildirgan. Yaxshi. Kasalligingiz haqida qachon bilgandingiz? Kasalligim haqida o'zi menda siroz yo'q edi kasallik. Toshkentda bir marta operatsiya bo'ldim. Ilgarimda gioma degan dog'cha bor edi. Shuni olib tashlaymiz deb operatsiya qilishdi. Operatsiyada doktorni sifat nimada? Optik kamligi tufayli operatsiya juda yomon bo'ldi. Ichkarimda yomon nimaga bo'lgan ekan, sharoit kelgan ekan. Ancha qismini olib tashlashdi. Shundan ancha kasal bo'lib, og'ir bo'lgandan keyin oxir-oqibat Hindistonga ketishga majbur bo'ldim. Jigar tamom bo'lgan. Kelgan kuningiz esizdami? Va qanday taassurot qolgan? Hindistonda borgan paytim undan Hindistonda qiyin bo'ldi, lekin keyinchalik o'zi Hindiston o'zi bizlar uchun, men uchun nima deydi uni? Men u yerdan ikkinchi uyimda his qilaman. Borsam ham hech qanaqa muammosiz gaplashish yoki boshqa shu tilni bilmasam ham, lekin xalq bilan kirishib ketaman. Davlat bo'yicha qanday taassurotda kelgansiz? Hindiston davlati unay dedilar, lekin Hindistondagi borgandan keyin o'zi отдельно shinon firmasi tomonidan kutib olinadi. Kutib olinib, hamma sharoitlar yaratildi. O'zimizga o'xshagan o'zimizni vatandoshlar bitta gostitsiyaga joylashtirildi. Bir-biriga yordam nima o'sha yerda bilinadi. Kasal bemorni kasal odam tushunadi, boshqa hech kim tushunmaydi. Shuning uchun birgalashib bir-birimizdan ta'lim olib yaxshi bo'ldi. Jarayon davomida sizni eng ko'p qo'llagan inson kim bo'lgan? Endi bu jarayon bo'yicha firmaga ham katta rahmat, chunki o'sha yerdagi odamlar ishlab, tarjimonlar, sizlar araga qo'shilib, misol tezlashtirib, qancha misol bizning operatsiyamiz hammaga nisbatan juda qiyin bo'ldi, o'z xabaringiz bor. Shuning tomonidan ham katta yordam bo'ldi. Oila tomonidan ham yaxshi, o'zim ayolim bergan menga jigarni, o'zim opam borgan. Yomon emas. Xalaslari, shuning firmasi yaxshi deb aytsak bo'ladi bemalol. Menga ayolingizning katta jasoratli ayollardan. Hech kimni ham esimda qolgani, chunki juda ham jon kuyardi. Degan bo'lsa ham, analiz topshirsa odam o'zini organizmi bilib oladi. Kamchilik bo'lishi mumkin, ko'pchilik bo'lishi mumkin. Shunday. Har oy topshirib turamiz, shunga yuboramiz, maslahat bo'lsa aytiladi yoki dorilar o'zgartiriladi. Shunaqa yuramiz. Yaxshi hozirga. Yaxshi. Va o'zingizni his qilish. Operatsiyadan qanday bo'ldimi? Endi operatsiyadan oldin juda operatsiyadan keyin ham juda qiynaldim. Endi sekin-sekin vaqt o'tishi bilan hamma joy-joyiga izga keldi. Xudoga shukr, ishlab yuribmiz. O'zim Buxorodanman. Agar biladigan odamlar bo'lsa, xudoga shukr, yaxshi, ishimiz yaxshi. Dorilarni vaqtiga ichib yuribmiz. Avvalgidan ham yaxshi. O'zgarish ancha katta. O'zi ma'lum. Hozirgi paytda o'sha paytga borganimda 50 kilo, 60 kilo edim. Hozir xudoga shukr, 70 dan ziyod bo'lib qoldik. Va bemorlarga, sizga o'xshagan bemorlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Bir narsa aytaman bemorlarga, yaxshilab eshitib olishsin. Agar kasallik chiqqan bo'lsa, vaqt cho'zmasdan iloji boricha harakat qilib tezroq borish kerak. Kasallikni vaqtiga yengish kerak. Masalan, menga 1 oy bor ekan, doktor 6 oy aytgan ekan, uni emas. Sharoit bo'lsa, sharoitni qilib, borib, davolanib, yechimini olib, operatsiyalarni qildirish kerak. Analizlarni ham iloji boricha o'sha yerda topshiriq qilib, menga o'xshagan juda katta xarajatlar qilindi. Misol, kerak emas analizlar baribir ko'rilmaydi. Shuning uchun Hindistonga borib, analiz topshirib, ko'rsatib, mayli kichik kasallik bo'lsa ham, o'sha yerga borib bir tekshirtirib qaytib kelish ham katta mablag' talab qilmaydi. Ko'pchilik o'yladi Hindistonga borib kelish 2000-3000 dollar edi. Yo'q, Hindistonga misol 200 dollar bilan borasiz, 200 dollar bilan kelasiz. Oddiy misol. Vizalari bilan qayni ko'p ketmaydi. Borib davo ko'rsatib, tekshirib kelsa, shuning firmasiga maslahat qilsa, bu kishi misol top bersalar joyini, yotadigan sharoit qilib, borib o'sha yerga ko'rsatib kelgan ma'qul. Bu yerga vaqt ketkazib hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Hamma sog'-salomat bo'lsin, kasal bo'lmasin. Tavsiyalaringiz uchun siz ham sog' bo'ling, oilangiz baxtiga. Xo'p, rahmat katta. Xo'p.